Xo'sh, bugun Mangu Ligasini birinchi kardi bo'lib o'tdi. Bu jangda Yo'ldosh O'zbekiston jangchisi, ya'ni Yo'ldosh bilan Tojikistonlik Xabirov o'rtasidagi jang. Oxirida ko'rdinglar, tushunmovchilik bo'ldi. Tushunmovchilikda 100% aybdori Dalboyev, ana raqib. Dalboyev bo'lmasa, jang tugadi, bo'ldi. Hakamlar qo'lini qildi, sudya qo'lini ko'tardi, bo'ldi, Xabirov yutdi. Dalboyev nima qilasan jalab biladi. Yutqizib turgan bilan setga tiralib turgan bolani itarib ko'kragiga itaradi. Kim sen naqlar? Ajoyib jang. Kim haq edi bu yoqda? Shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Misol uchun mana xodimlar aralashib ketdi. Yo'q, bunaqa emas. Bunaqa bo'lish kerak emas. Haqiqat bo'lish kerak-da, hamma yoqda bir haqiqat bo'lish kerak. Mana Yo'ldosh indamay turibdi. O'zi qoidasi bo'yicha birinchi raundda Yo'ldosh yutdi, ikkinchi raundda taqlangan, zarba bergani uchun ochko olib tashlandi. Uchinchi raundda polni ustunlik Yo'ldoshda bo'ldi. Jangni 100% ko'rib chiqsanglar ham xuddi shunaqa bo'ldi. Xo'p, nima qilasan biladi, Yo'ldosh mayli, dumga tushdi, setga tiralib turibdi. Bilib, mehmonimizga hurmatini bilmaysanmi biladi. Borib ko'kragidan itarib jalib ugroza qilasa, kimsan biladi naqsi. Bu trenerni ushlash kerak biladi. Trenerdan jibanni kachokda ushlash kerak biladi. Qo'yib berish kerak edi Nursultonga o'sha. O'zi xumorinani o'zida qo'yib berish kerak edi biladi. Bo'lmasa oshiraveradi biladi. O'zini provokatsiya qilyapti biladi, ichkariga kirib olgan biladi. Yo'ldoshni nimalariga ham besh ketmadim biladi, o'zini trenerlariga ham. Trenerlar ham yonida, trener degan nima bo'lish kerak, do'stiga yonida turish kerak. Bunaqa vaziyatni sirasat qaytarish kerak edi. Sirasat qaytarib shu kachokdan biladi, qoqtish kerak edi biladi. Ikkalasi bo'lib yopishyapti bitta bolaga. O'rtada Ahrinali usha olgan. Ahrinali o'zining vazifasini bajaradi, bo'ldi ular. Ularga farqi yo'q, qaysi joyda nima u, nima qiladi u, kim u, farq qilmaydi. Instagramda ham sizni shoumen sifatida ko'rmaganmiz, jangchi sifatida tan olganmiz. Boshqa shoumenlarga siz qanday chora ko'rilishini so'ragan bo'lardingiz yoki bo'lmasam ularni siz qo'llab-quvvatlaysizmi? Men bir gram ham qo'llab-quvvatlamayman. Agar menga bersa, bularni o'zim bir hafta, bir kunda o'zim yo'q qilardim. Endi prosta bizni o'zimiz davlatimiz bor, rahbarlar bor, qonun bor. Shuning uchun Xudo xolasa umid qilaman, shu yaqin orada bularni ham to'xtatadi.